Kelajak yoshlar qo'lida orzular tomon yo'l aynan mana shu yerdan boshlanadi. Biz hozir OKMK Futbol Akademiyasining U8 jamoasi mashg'ulot jarayoniga yetib keldik. Aynan sizlarga mana shu yerdan turib, eng qaynoq va qiziqarli kadrlarni ulashib boramiz. OKMK U8 mashg'ulotlarida bo'lib turibmiz. Bizga yaratilayotgan sharoitlar juda yaxshi. 3 ta kichkina maydonimiz ochildi. Maydonlardan xudo xolasa muammo yo'q. Trenirovkalarimiz yaxshi o'tyapti, ish jarayonlari yaxshi. Bolalar bilan ishlayapmiz. OKMK U8 jamoasi ochilganiga 2 yil bo'ldi. 2 yil ichida bolalarimiz yaxshi yutuqlarga erishdi. Toshkent chempionatlarida, Do'stlik liga musobaqalarida yaxshi munosib qatnashib kelyapti. O'tgan yili LRF musobaqalarida munosib qatnashib, jamoamiz yaxshi shakllanishda, rivojlanishda davom etyapti. OKMK mutaxassislariga juda ham minnatdorman. Jon kuydirib o'rgatyapti. Futbol akademiyasiga rahmat. Shunchalik sharoit yaratib beribdi yoshlarga. Biz paytda tuproqda, yalagada o'ylardik. Hozir bularga qarang, shunday sharoit yaratib qo'ygan, xudo xolasa. Men juda ham minnatdorman. Shu trenerlardan minnatdorman. Kelamiz akademiyaga. Trenerlarimiz отличный. Bolalarimiz endi yangi kelganda, конечно, hech narsa bilishmagan. Hozir уже Toshkentga o'tib qatnashadi, постоянно birinchi o'rinlarni olib kelishadi. Bolalarimiz ancha уже возмужали-da. Sharoitlar ham. Sharoitlar yaxshi. Murabbiylar отлично. Bolalarimizga они очень как mehribon. Kerak bo'lsa urishadi, kerak bo'lsa maqtaydi. Boring, mani futbolga olib boring deb o'shanda 6 yoshdan beri qatnashadi. Bu yerda hozir 2-sinfda o'qiydi. Rosa qiziqadi o'zi. Biz qiziqishiga qaraymiz, qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Har doim qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar futbolni qiziqishini birinchi o'ringa qo'yamiz. Bolalar bilan ishlash hozir bunaqa qiyin emas, ishlasa bo'ladi. Qiyinchiligi nimada? Bolaga qattiq gapirib bo'lmaydi. Shu tomonlama qiyin, lekin o'rgatish, qanday pas berish, 1-2 marta noto'g'ri qilayotgan bo'lsa, 3-marta to'g'ri qilishga harakat qiladi bolalar. Ishlash qiyin emas, mazza, ishlash yaxshi. Qaysi futbolchiga o'xshaging keladi? Abduqodir Husanov. Ko'proq Abbosbek Fayzullayev. Abduqodir Husanovga, keyin Abbosbek Fayzullayevga, Ronaldo, Messi, Neymar, Abbos. Мне нравится Яшин. Папе Беллингем, Асенсио, Куртуис, Карвахал, Эдерн, Камавинга, Чуамини. Jamoadoshlaring ichida kim kuchliligini bilasanmi, bilmaysanmi? Bilaman. Kim? Islom. Senchi? Men ham. Men o'ynayapman-ku Islom bilan. Futbol akademiyasiga qachondan boshlab kelding? Bilmadim. Martda. Mashg'ulotlar yoqyaptimi? Ha. Murabbiylarning ismini bilasanmi? Ha. Kim ismi? Behruz aka bilan Mirbek aka. O'zbek futbolchilaridan kimlar taniysan? Abbos, Bekfazlov, Husanov, Yusupov, Masharipov, Murodov. Qaysi pozisyada o'ynaysan? Hujumda o'ynaysan. Nechta gol urding bugun? Bitta. Qaysi pozitsiyada o'ynaysan? 10 ta. Yoqtirgan jamoang bormi? Qaysi jamoa? Real. Qaysi musobaqalarda ishtirok etding o'zing? Do'stlik, keyin LLF. Nechinchi o'rin olding shunda? 1, 2. Ozodbek qaysi pozitsiyada o'ynaysan? Ongre. Zashta. Zashta uchun eng kerakli bo'lgan xislat qaysi deb o'ylaysan? Karto'ka olib qo'yish.
Necha marta bugun o'z darvozangni qo'riqlading, ya'ni darvozabonga yordam berding, zashta qilding? 4 marta. Marsel nima deymiz endi? Arsel, Marsel. сегодня на тренировке сколько потащил? 5. 5. Сколько гол пропустил? 3. 3. Нормально.